Assalomu alaykum, hurmatli o'rtoqlar. Men O'zbekiston Respublikasi Andijon qishloq xo'jaligi agrotexnologiyalar instituti professori Samatov Ne'matjon Ahmadovichman. Demak, biz kecha bu Bishkek shahriga xalqaro konferensiyaga, ya'ni turk dunyosini jumhuriyatlarini o'zaro yig'inidan kelib chiqqan holatda olimlarni juda katta anjumanida ishtirok etdik. Demak, bu anjumanda bir qator nufuzli institutlar, universitetlar olimlarini chiqishi bo'ldi. Shulardan biri ozarbayjonlik do'stimiz Sayfuddin Asadni chiqishlari nihoyatda katta taassurot qoldirdi. Chunki bu doktorni qilgan ishlarida tabiiy usulda insonlarni salomatligini tiklash, ari bilan, bol bilan, bundan tashqari tabiiy mahsulotlarni ta'siri natijasida insonni salomatligini tiklash jarayonida muhim ahamiyatga ega bo'lgan ma'ruza bo'ldi. Demak, bu ma'ruzalar orqali o'zaro xalqlarimizni bir-biriga bo'lgan yanada birlashishi, ilm sohasida o'zaro hamdo'stligi yanada chuqurlashdi. Ya'ni bu konferensiyadan biz juda chuqur ma'no oldik, bir-birimizga yaqin do'stlarni yana kashf qildik va kelgusidagi ishlarimizni hamjihatlikda qilish jarayonlarini belgilab oldik. Rahmat, salomat bo'ling.